Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? E'tiboringlar markazda gibrid fason darvozamiz bo'ladi. Masofadan turib boshqarish mumkin. 200 metrgacha oladi pultlari. Yuqoriga o'zi ko'tariladi, pult orqali tushadi. Yonda alohida mana kirib chiqish eshiklari ham bor. Pult mashinada ketib qolgan paytda bu yoqdan boshqarsa bo'ladi. 220 tokka ishlaydi, rozetkaga suqib qo'yiladi. Yana rozetkadan uzib qo'yilsa bo'ldi. Svet ochgan mahalda ruchnoy ochib yopish iloji ham bor. Bu darvozamiz narxi qiziq bo'lsa, narxini 1.550 mingdan qilib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановkasini mutlaqo tekin qilib beraman. Darvozamiz mana bu lambreylarga keladigan bo'lsa, qirilmaydi, chizilmaydi. Qalinidan utplonli, shumkali bo'lgan. Mana yon tomonlarimizdagilari rezinali, ichki tashqi rezinalari bor. Issig'i, qishda sovug'i kirgizmaydi. Kimga bu darvozalarimiz yoqsa, ma'qul kelsa, ekran ustidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz 24/7 aloqadamiz.